Kechagi videomizga izoh yozibdi bir akamiz. Yana ish qilib bu safar ham turk aktyori o'ynamayaptimi bosh qahramonni deb. Xavotir olmanglar, bu safar o'zimizni haqiqiy zo'r kinochi aktyorimiz Elbek Fayziyev o'ynayaptilar. Avvalambor assalomu alaykum aziz vatandoshlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bu safar o'zimiz harakat qilamiz qo'ldan kelgancha xalqimizga, elimizga bir manzur bo'ladigan, foydasi tegadigan kino qilishga harakat qilamiz. Kuni issig'ida mana jamoa ko'rib turibdilar. Ertalabdan kechgacha mana shu yerda xudo xolasa harakat qilamiz. O'ylaymanki, bir xalqimizga bir manfaat tegadigan yaxshi kino chiqadi degan umiddamiz xudo xolasa. Kun issiqlik rostdan ham. Bu hali hech narsa salqin tushgan paytlarini ko'ryapmiz hozir. Xudo xolasa hali cho'lda olinadigan sahnalarimiz bor. Juda ajoyib bir chiroyli kino olinyapti. Kutib qolinglar.